Toshkent shahar Olmazor tumanidamiz. Olmazor City 9 qavatli uyni 9-etajida 80 kvadrat 3 xonali uy sotilyapti. Uyga kirishdan oldin bitta manzarani ko'rsak, dvorini, o'zini besedkalari bilan, basseynlari, disk plashadkalari, hammasi bor. Akkuratniy, zo'r tarafchi, bu yerda mashina kirmaydi umuman. Bolalar bemalol o'ynab yugurib yuradi va zelyoniy zonasi ham bor. Ana bu какой спокойныйroq joy ekan. Hozir shu dvorni domaga kirib, obzorni ko'rsatib beramiz. Xo'p, uyimizning podyezdi, har bitta podyezda 3 ta xonadon ekan. Как раз shunday emas, qo'shnilar ham kamroq mazza qilib yashaysizlar. Xo'p, uyga kiramiz, ketdik. 80 kvadrat, 3 xonali, hamma narsasi bilan texnika deysizlarmi, remontlar, вообще shokolad ko'rsataman. Tak, kuxnadan boshlaymizmi, spalnidanmi? Menimcha spalni, chunki kiraverishda sразу spalni kelar ekan. Kirishinglar bilan o'ng qo'lda spalni, hamma narsasi bor. Xo'p, shifonerlardan boshlab konditsionergacha qo'yilgan zo'r tarafcha balkon. Spalnidan ertalab uyqudan turib, toza havoga chiqib, ko'chadan manzarani tomosha qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Hech narsa olib o'tirish shart emas, hamma narsasi bu yerda bor. Konditsionerlar ham bor. Как раз yaxshi ko'pchilik hozir kuni sig'ida konditsioner qo'yish kerak. Bu yerda уже tayyor turibdi. Undan keyingi xonamizda chiqishinglar bilan oshxonamizda, o'ng qo'limizda oshxonamiz ham mebelisi juda chiroyli, high-tech remont qilingan ekan. Hamma texnikasi bor, xolodilnik, gaz plitalar, duxovkalar, mikrovolnovniy pech deysizlarmi, hamma narsasi bor. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi, просто kirib yashasanglar bo'ldi ekan. Xo'p, uyimizda radiatorlar hisobgisinar ekan, теплый pol emas, nabrot yaxshiroq, теплый polda ba'zan plus minuslari ham bor. Xo'p, hol ham kattagina ekan, o'zini garderobi bilan. Yana bitta yaxshi tarafi, bu yerda joydan ekonom qilib kir mashinani bu yerga qo'yishgan ekan. Bemalol kir solib chiqishgan, udobniyroq, bemalol xalaqit bermaydi. Xo'p, keyingi xonamizda bu zal. Zalda ham normalligina katta, bu yerda bemalol tusa qilib bayram qilsanglar ham bo'lar ekan, konditsionerlar ham bor bu yerda, televizorlari bor. Undan tashqari katta vid oynamani kattagina ko'chani tomosha qilishga bemalol tomosha qilib o'tirasizlar. Xo'p, chiroyligina remont, high-tech rasmlari bilan hamma narsasi qoladi, shundoq kirib yashaysizlar bu yerda, ortiqcha расход qilish kerak emas. Xo'p, yana bitta zo'r tarafchi, bu yerda hammom bilan tualet отдельный ekan, sanuzel общий emas. Xo'p, bu yerda mana kirib ko'rsanglar bo'ladi. Akkuratni qilingan, со вкусом, o'zi освещение ham chiroyligina ekan. И bu yerda отдельно душевой. Vannalar qilingan ekan mana. Vanna qo'yib, bemalol bu yerda yuvinib chiqasizlar. Oxirgi xonamizda bu детский spalni, bemalol kravatlar olib kelib qo'yib, bolalar yotoqxonasi yoki qo'shimcha qanaqadir xona qilsanglar ham bo'ladi. Agar ishinglar bo'lsa, o'zinglar uchun kichkina bir ofisniy xona qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, uyimizdan narxi keladigan bo'lsak, 103.900 so'rashyapti. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zinglar kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu o'sha Olmazor City'ning birinchi uylaridan qurilgani, sifati ham yaxshi, turklar qurgani. 9-etajda joylashganmiz. Ketdik.